Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanali kuzatuvchilari. Bugun ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksimizning 54-moddamizga yetib keldik. Demak, 54-moddamizda epidemiyaga qarshi kurashish qoidalarini buzish, karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paytida jamoat joylarida niqobsiz harakatlanganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Shifoxonadagi ichki tartib qoidalariga rioya etmaslik, davlat sanitariya nazorat organlarining tibbiy tekshiruvlaridan o'tish, davolanish, karantin uchun belgilangan joylarga yetib borishi, bu joylarda muddatdan oldin tark etmaslik, yuqumli kasallik paytida kimlar bilan muloqotda bo'lganligi, qayerga borganligi to'g'risida ma'lumotlarni oshkor etmasligi bo'yicha fuqarolar uchun bazaviy hisoblash miqdori 20 baravaridan, mansabdor shaxslarga esa 30 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. 55-moddamizda radiatsion xavfsizlikka doir qoidalar, normalar, yo'riqnomalar va boshqa talablarni buzish mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. 56-moddamizda, ya'ni bu yerda giyohvand vositalarni, psixotrop moddalar yoki ularning analoglarini oz miqdorda g'ayriqonuniy ravishda tayyorlash, olish, saqlash, tashish va jo'natish, ya'ni bu moddalarni musodara qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 2 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Hamda qo'shimcha tartibda bu yerda ko'rsatib o'tilgan 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. 56-moddamiz hammaga tanish bo'lgan jamoat joylarida tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish. Ya'ni bu yerda ish joylari, sog'liqni saqlash, ta'lim, sport, sog'lomlashtirish muassasalari, yong'in chiqishi uchun xavfli bo'lgan joylar, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari va boshqa jamoat joylarida, shu jumladan jamoat transportlarida tamaki mahsulotlarini iste'mol qilganligi uchun, bunday tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish uchun maxsus ajratilgan joylar bundan mustasno deb ko'rsatilgan. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 3 dan 1 qismi jarima solishga sabab bo'ladi. Havo kemalarida tamaki mahsulotlar iste'mol qilganligi uchun esa 2 baravar miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. 56-moddamizda giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va ularning analoglari hisoblanmaydigan kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni targ'ib qilish, mahsulotlarni tayyorlash, reklama qilish, namoyish etish. Ya'ni bu yerda huquqbuzarlik ashyolarni musodara qilib, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravardan 150 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 150 baravardan 200 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Hamda 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa sabab bo'lishi ko'rsatib o'tilgan. 56-3-moddamizga to'xtalamiz, ya'ni giyohvand vositalari, psixotrop moddalar, ularning analoglari hisoblanmaydigan alohida toifadagi kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlamay qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va jo'natish. Ya'ni bu yerda bu vositalarni musodara qilgan holda bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravardan 2 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Hamda 15 sutkagacha qamoq nazarda tutilgan. Bu yerda qo'shimcha tarzda agar shu modda nazarda tutilgan harakatlarni sodir etgan shaxs o'z ixtiyori bilan aybini bo'yniga olishi to'g'risida hokimiyat organlariga arz qilsa, ya'ni giyohvand vositalar, psixotrop moddalar, ularning analoglari hisoblanmaydigan alohida toifada kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni topshirsa, javobgarlikdan ozod qilinadi deb ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda 56-moddamizga to'xtalamiz, ya'ni giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar yoki ularning analoglarini targ'ib qiluvchi mahsulotlarni tayyorlash, tarqatish, reklama qilish va namoyish etish, shu jumladan axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida va internet jahon axborot tarmoqlarida tarqatish, reklama qilish va namoyish etish. Ya'ni bunday huquqbuzarlik ashyolarini musodara qilib, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravardan 150 baravarigacha jarima solishga, mansabdor shaxslarga esa 150 baravardan 200 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Ya'ni bu yerda 15 sutkagacha ma'muriy qamoq ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.